Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan somsa chulpani tayyorlaymiz. Qancha masalliq ketganini video tagida qoldiraman. Idishga un ilib, sariyog' solamiz. Xohlasanglar margarin ishlatsanglar bo'ladi. Men sariyog' ishlatdim. Urvoq shaklda keltiramiz, kroshka qilib. Razrexitsil solamiz. 2 ta tuxum va qaymoq solib, xamir holatiga keltirib, xolodilnikga yarim soatga tindirib qo'yamiz. Nachinkasiga kelsak, xohlagan nachinka ishlatsanglar bo'ladi. Men kartoshka, qiyma va piyoz ishlatdim. Xolodilnikni olib zuvalachalarga kesib, dumaloq shaklda yoyib, videoga o'xshatib shakl berib olamiz. Juda ham oson. Chiroyli chiqadi shakli. Tayyor bo'lgan somsachalarni diskga terib, ustiga tuxum surib, sedanini sepib, duxovkada pishirib olamiz. Juda chiroyli bo'ladi. Somsachalar og'izda eriydigan, hammaga yoqadigan somsachalar bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.